Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Sug'diyona yarim himoyachisi Shohrux Abdurahmonov faoliyatini Namanganda davom ettiradi. Chempionat Aziya sayti ma'lumotlariga ko'ra, tomonlar allaqachon shartnoma imzolab ulgurgan. 26 yoshli futbolchi yakunlangan mavsum 17 o'yinda 2 gol urgan va bitta golni uzatmani amalga oshirgan edi. Transfermarkt portali uni 250 ming yevroga baholagan. Sunnatullo Abdullajonov faoliyatini Surxonda davom ettiradi. Bu haqda Surxon matbuot xizmati e'lon qildi. 29 yoshli futbolchi Surxonga erkin agent sifatida kelib qo'shildi va surxondaryoliklar bilan 1+1 ko'rinishdagi shartnomaga qo'l qo'ydi. 2025-yilning mavsumida u Xorazm jamoasi sharafini himoya qilib, barcha musobaqalarda 3 gol urdi va 7 golli uzatmani berdi. Abdullajonov faoliyati davomida Olmaliq, Andijon, Qizilqum, Bunyodkor, Turon, Neftchi, Olimpik hamda Xorazm jamoalarida to'p tepgan. FIFA prezidenti Gianni Infantinoning aytishicha, Jahon chempionati guruh bosqichi o'yinlarida chiptalar uchun berilgan arizalar soni bo'yicha rekord yangilandi. Atigi 15 kun ichida butun dunyo bo'ylab Jahon chempionati chiptalarini sotib olish uchun 150 millionta ariza qabul qildik. Oldindan sotuvga tayyorgarlik davomida har kuni o'rtacha 10 millionta so'rov qayd etildi. Eng faol davlatlar esa AQSh, Germaniya va Buyuk Britaniya bo'ldi, dedi Infantino. Jahon chempionati 2026 11-iyundan 19-iyulga qadar AQSh, Meksika va Kanadada o'tkazilishi rejalashtirilgan. Musobaqada ilk bor 48 ta terma jamoa, jumladan O'zbekiston ham ishtirok etadi. Futbol tarixidagi eng yaxshi o'yinchilardan biri bo'lgan Cristiano Ronaldo Lionel Messi bilan bir jamoada to'p surish niyatida Inter Miami klubiga o'z xizmatlarini taklif qilgani aytilmoqda. Bu haqda E-Nacional nashri xabar berdi. Asosiy maqsad futbolchilar faoliyatining yakuniy bosqichi bo'lishiga qaramay, barcha davrlarning eng kuchli hujumkor duetlaridan birini shakllantirish. Manbaning xabar berishicha, Cristiano Ronaldo Lionel Messi bilan bir jamoada to'p surish uchun Saudiya Arabistonidagi ko'p millionli shartnomasini sezilarli darajada qisqartirishga tayyor. Bu qaror unga AQShda yangi imkoniyatlar, jumladan reklama loyihalari, shuningdek Manchester United afsonasi David Beckham bilan yaqin hamkorlik qilish yo'lini ochishi mumkin. Bundan tashqari Ronaldo 2026-yilgi Jahon chempionatiga tayyorgarlik masalasini ham hisobga olayotgani aytilmoqda. Shu bilan birga xabar 28-dekabr kuni ispan tilida so'zlashuvchi mamlakatlarda hazil kunida 1-aprelga o'xshash sana e'lon qilinganini unutmaslik lozim. Shu sababli mazkur ma'lumotning ishonchliligi savol ostida qolmoqda. Biroq Ronaldo va Messining bir jamoada to'p surishi haqidagi g'oya futbol jamoatchiligi orasida katta qiziqish uyg'otib, ommaviy axborot vositalarida faol muhokama qilinmoqda. Eslatib o'tamiz, Lionel Messi oltin to'p sovrinini 8 bor qo'lga kiritib, o'ziga xos rekord qayd etgan. Uning eng yaqin ta'qibchisi ham aynan Cristiano Ronaldo hisoblanadi. An-Nasr hujumchisi ushbu mukofotni 5 marta qo'lga kiritgan. Navbatdagi o'smirlar 23 Osiyo Kubogi yangi yilning ilk xalqaro musobaqasi bo'ladi. 2026-yilning 6-24 yanvar kunlari Saudiya Arabistonida o'smirlar 23 Osiyo Kubogi bo'lib o'tadi. Ushbu musobaqada O'zbekiston o'smirlar 23 terma jamoasi ham ishtirok etadi. Bu hisob bo'yicha 7-Osiyo chempionati bo'ladi. Bungacha 6 marta turnir tashkil qilingan bo'lib, OFK rejasiga binoan har 2 yilda bir marta o'tkazish belgilangan. O'zbekiston o'smirlar 23 terma jamoasi shu paytgacha o'tkazilgan barcha 6 ta musobaqada ishtirok etgan bo'lib, 2018-yilgi musobaqada chempionlikni nishonlagan hamda 2022-2024-yilgi kichik qit'a birinchiligida finalga yetib borgan. Yana bir ma'lumot shuki, ketma-ket oxirgi 4 ta musobaqada O'zbekiston o'smirlar 23 terma jamoasi kuchli to'rtlikka kirishni uddalay olgan hamda barcha 6 ta musobaqada qatnashgan 7 ta jamoadan biri hisoblanadi. O'smirlar 23 har doim 16 ta jamoa ishtirokida o'tkazib kelinadi va OFK ishtirokchilar sonini ko'paytirishni o'ylayotgani yo'q. Bunga sabab ehtiyoj yo'qligida. Aytib o'tganimizdek, o'smirlar 23 Osiyo chempionati har 2 yilda bir marta o'tkaziladi va 2028-yilgisi Olimpiada yo'llanmasi uchun o'ynaladi.
Yevropada tarqalgan gap so'zlarga qaraganda, Olimpiya o'yinlariga erkaklar futbolining nufuzi ancha tushishi kutilmoqda. Chunki shu paytgacha 16 ta erkaklar jamoasi Olimpiyadada qatnashib kelgan bo'lsa, 2028-yildan boshlab 12 taga tushiriladi. Ayollar jamoalari esa aksincha 12 tadan 4 taga ko'payib 16 taga yetkaziladi. Bu degani o'smirlar 23 futbol turniridan Xalqaro Olimpiya qo'mitasi ham, FIFA ham manfaatdor emas va bu ketishda sekin-asta erkaklar futboli Olimpiya o'yinlaridan chiqib ketishi mumkin. Ammo ayollar futboli qoladi. Chunki hozirgi paytda butun dunyoda ayollar futbolini ko'tarish siyosati ketmoqda. Afrika o'smirlar 23 Osiyo chempionatini ushlab qolishga harakat qiladi. Chunki 23 yoshgacha futbolchilarning hammasi ham o'z milliy terma jamoalarida o'ynayotgani yo'q. Shu bois bu musobaqa ko'pchilik futbolchilarga tramplin bo'ladi. 21-22 yoshda o'yinchilar birdaniga milliy jamoaga tusha olmasligini hisobga olib, Afrika o'smirlar 23 Osiyo chempionatini tashkil qilgan va bu bilan to'g'ri yo'l tutgan. 16 ta jamoa 4 tadan 4 guruhga bo'lingan. A guruhida Saudiya Arabistoni, Vyetnam, Iordaniya, Qirg'iziston, B guruhida Yaponiya, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari, Suriya, C guruhida O'zbekiston, Janubiy Koreya, Eron, Livan, D guruhi Iroq, Avstraliya, Tailand, Xitoy. O'zbekiston o'smirlar 23 terma jamoasi C guruhida joy olgan bo'lib, kuchli raqiblarga qarshi bahs olib boradi. Ayniqsa Eron va Janubiy Koreya bilan bo'ladigan uchrashuvlar ancha qiziq kechishi aniq. Taqvim quyidagicha ko'rinish olgan. 7-yanvar kuni O'zbekiston Livanga qarshi, 10-yanvar kuni Eron O'zbekistonga qarshi, 13-yanvar kuni O'zbekiston Janubiy Koreyaga qarshi. Musobaqa formatiga ko'ra har bir guruhdan 2 tadan jamoa keyingi bosqichga yo'l oladi. C guruhi jamoalari chorak finalni 17-yanvar kuni D guruhi vakillariga qarshi o'tkazadi. Ma'lumki, D guruhidan Iroq, Avstraliya, Tailand va Xitoy o'rin olgan. O'zbekiston terma jamoasi ushbu Osiyo chempionatida yaxshi tarkib bilan yo'l olmoqda. Bosh murabbiy Ravshan Haydarov Osiyo turnirlarida nihoyatda omadli hisoblanadi. Turkiya Superligasining birinchi davra yakunlari bo'yicha statistikasi e'lon qilindi. Dastlabki 17 ta turda raqib darvozasiga eng ko'p aniq zarba bergan futbolchilar ro'yxati e'lon qilindi. Ro'yxatning birinchi o'rnidan Istanbul Başakşehir hujumchisi Eldor Shomurodov joy oldi. Hujumchi jami 27 marta aniq zarba yo'llagan. Eslatib o'tamiz, Shomurodov Turkiya Superligasining birinchi davra yakunidan so'ng musobaqa to'purari bo'lib turibdi. Uning hisobida 12 ta gol bor. Paxtakor futbolchisi Hoji Akbar Alijonov sherlar safini tark etishi mumkin. Unga Persepolis jamoasi qiziqish bildirmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Persepolis Paxtakorga Alijonovning transferi uchun deyarli $1 million atrofida yaqin taklif bermoqchi. 28 yoshli himoyachi Paxtakor jamoasi akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. U sherlar safida jami 229 ta uchrashuvda maydonga tushgan. Uning hisobida 10 ta gol va 48 ta assist bor. O'zbekistonlik Venger Portugaliyaga yo'l oldi. Futbolchi mashhur Braga klubida tibbiy ko'rikdan o'tmoqda. Sadriddin Hasanov Portugaliyaning nufuzli Braga klubi bilan shartnoma imzolashga juda yaqin. 17 yoshli iqtidorli futbolchi ijtimoiy tarmoqlarda Yevropa klubi libosida tushgan suratni e'lon qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Hasanov dastlab Braganing yoshlar jamoasi bilan shartnoma tuzishi kutilmoqda. U Toshkentning Bunyodkor klubi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Qayd etish joizki, Sadriddin Hasanov Osiyo Kubogida o'smirlar terma jamoasi tarkibida chempion bo'lgandan so'ng katta e'tibor qozondi. Shuningdek, u jahon chempionatida ham muvaffaqiyatli ishtirok etdi. Yaqinda esa The Guardian nashri talqiniga ko'ra, dunyoning eng iqtidorli 60 nafar yosh futbolchisi ro'yxatiga ham kiritilgan edi.